Diqqat, shoshilinch xushxabar. O'zbekistondagi pensiya oluvchi fuqarolarga hozirgina ajoyib xushxabar e'lon qilindi. Endi O'zbekistonda ayollar ham, erkaklar ham 2 yil oldin pensiyaga chiqishlari mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videorolikdan to'liq xabardor bo'lishni istasangiz, videoni oxirigacha ko'ring va kanalimizga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Shunda siz eng so'nggi va rasmiy xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lasiz. Diqqat qiling. O'zbekistonda ham ayollar, ham erkaklar 2 yil oldin pensiyaga chiqishlari mumkin bo'ladi. Kimlar uchun? Endilikda ish joyidan ayrilgan, agar shtat qisqartirilgan bo'lsa yoki korxona yopilib ketsa, belgilangan muddatdan 2 yil oldin pensiyaga chiqish imkoniyati beriladi. Yangi qoidalarni 2026-yil 1-iyundan boshlab joriy etish rejalashtirilgan. Ekspertlarning ta'kidlashicha, bu to'lovlar davri sezilarli darajada oshiriladi. Ayniqlar uchun katta yangiliklar bo'ladi. Bundan oldin xabar berganimizdek, endilikda O'zbekistondagi pensiyalar avtomatik ravishda tayinlanadi. Hech qanday bayonot yoki navbatlar yo'q. Qonuniy asos 13-fevral kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi birinchi o'qishda qonunni qabul qildi. Shunda ta'kidlanishicha, 2025-yil 1-martdan boshlab pensiyalar avtomatik ravishda hujjatlarsiz va navbatlarsiz tayinlana boshlanadi. Bu qanday ishlaydi? Davlat organlarining o'zlari barcha kerakli ma'lumotlarni almashadilar. Pensiya yoshiga yetgan fuqaro erkaklar uchun 60 yosh, ayollar uchun esa 55 yosh qatnashmasdan pensiya tayinlanadi, deyiladi xabarda.